Muso alayhissalom Bani Isroil qabiladoshlari bilan 600 mingdan ziyoda odamlar bilan daryodan o'tib hayot kechira boshladilar. Fir'avnning dastidan qutuldilar. Muso alayhissalom har doim duo qilsalar, duolari ijobat bo'ladigan payg'ambardir. Lekin ammo bir kun Alloh taolodan yomg'ir so'radilar, duolari ijobat bo'lmadi. Shunda Alloh taologa iltijo qilib, duolarning ijobat bo'lmasligini sababini so'radilar. Alloh taolo aytdiki, oralaringizda 40 yil gunoh qilgan odam bor. To'yinki o'sha odam chiqib ketmasa, yomg'ir yog'ilmaydi dedi. Shunda Muso alayhisalom dedilarki, ey Robbim, menga o'shani bildirgin, men uni odamlar orasida ajratib chiqarib yuboray dedilar. Alloh taolo dediki, butun odamlarni jamlaginda oralaringizda 40 yil xato, gunoh qilgan inson bor ekan, o'zi chiqib ketsin deb aytgin dedi. Shunda Muso alayhisalom 600 mingdan ziyoda bo'lgan Bani Isroilliklarni hammasini jamladilar va dedilarki, oralaringizda 40 yil gunoh qilgan odam bor ekan, to'yinki hozir o'sha joydan, shu joydan u chiqib ketmagunga qadar osmondan bir qatra ham yomg'ir yog'ilmaydi dedilar. Odamlar bunisiga qaradi, bunisiga qaradi, hech kim oldinga chiqmadi. Yana ikkinchi marta aytdilar, ey birodarlar, oralaringizda 40 yil gunoh qilgan odam bor ekan, agar u oramizdan chiqmasa, yomg'ir yog'ilmaydi, ahvolimiz tang bo'ladi dedilar. Shunda o'sha 40 yil gunoh qilgan odam to'nini oldida boshini yopib, ey Robbim, men 40 yil gunoh qilgan bandangman. Shu onda men senga tavba qildim, gunohimni kechirgin, meni sharmanda qilmagin bu xaloyiq ishida deb duo qildi. Alloh taolo bulutlarni paydo qildida yomg'ir yog'a boshladi. Shunda Muso alayhisalom ajablandilar va Alloh taolaga iltijo qilib, ey Robbim, bu yomg'ir qayerdan deb so'radilar. Shunda Alloh taolo dediki, o'sha 40 yil gunoh qilgan banda bugun chin tavba qildi, tavbasi qabul bo'ldi, shunda yomg'ir yog'ildi dedi. Muso alayhisalom dedilarki, ey Robbim, o'sha bandani bizga ko'rsatgin, bir ko'raylik. Shunda Alloh taolo dediki, men 40 yil xato qilib, endi af qilgan bandamni oshkora qilmayman dedi. Aziz do'stlar, bu qissadan ko'rinyaptiki, bittagina osmondan yog'iladigan yomg'ir ham bandani bugungi kunda salohiyatli hayot kechirishiga bog'liq. Nafaqat yomg'ir, butun hamma narsa insonga albatta ta'sir qiladi. Agar yaxshi, salohiyatli inson bo'lsa, umr davomida hamisha yaxshilik ustida hayotini o'tkazayotgan bo'lsa va uning hayoti farovon, uning hayoti xursandchilik va shodmonlik bilan o'tadi. Ammo xatolik, ma'siyat, gunoh ham inson o'ziga, ham rizqiga, ham mol davlatiga, hattoki yog'iladigan yomg'irga ham insonning ma'siyati, xatosi ta'sir qilar ekan.